Diqqat! Dahshatli falokatda odamlar o'ldi. Assalomu alaykum. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Moskvaning shimolida qurilayotgan ko'p qavatli turar joy majmuasida yuz bergan kuchli yong'in oqibatida 8 kishi halok bo'ldi. 13 nafar inson jarohatlandi. Qutqaruvchilar 200 dan ortiq kishi binoda bo'lgan bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. 28 aprel kuni 2-ambulatoriya yo'li 14-uy manzilida joylashgan qurilish maydonida yong'in chiqqan. Dastlab olov binoning 2 va 3-qavatlarini qamrab olgan. Hodisa vaqtida yong'inga eng yuqori 5-darajali murakkablik berilgan. Keyinchalik u 4-darajaga tushirilgan. Yong'in umumiy hisobda 1,4 ming kvadrat metr maydonni qamrab olgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yong'inni o'chirishga 120 nafar qutqaruvchi va 30 ta texnika jalb etilgan. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra 31 kishi binodan chiqarib olingan. Hodisa bo'yicha Rossiya Jinoyat kodeksining 216-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yong'inning aniq sababi hozircha ma'lum emas deyilgan xabarda. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.